Amaldagi qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslar tomonidan ekvivalenti 100 million so'mga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etilgan holda cheklovlarsiz olib chiqishlar mumkin. Belgilangan summadan ortiq miqdordagi naqd valyuta mablag'larini respublikamiz hududidan tashqariga olib chiqilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga qaramasdan ayrim yo'lovchilar tomonidan qonunchilikni chetlab o'tib, olib chiqish me'yoridan ortiqcha naqd xorijiy valyutalarni chegara postlari orqali mamlakatimizdan olib chiqishga urinish holatlari uchramoqda. Samarqand xalqaro aeroportida bojxonachilar hamda viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasining aviatsiya xavfsizlikni tekshirish bo'linmasi xodimlari hamkorligida fuqaroning belgilangan miqdordan ko'proq valyutani mamlakatimizdan olib chiqishga uringanligi aniqlandi. Samarqand xalqaro aeroporti orqali xorijga uchib ketayotgan fuqaroning qo'l sumkasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda olib chiqish me'yoridan ortiqcha bo'lgan jami 12.300 AQSh dollari borligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.